Assalamu alaykum, hörmətli görürmən dostlar. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının açıl ekraniga xuş geldinglar. Açılның 13-cü dasturunu huzurunuzga sunmaq üçün Gülçehra sizlar bilan birga. Uyg'urlar uchun unutulmas xotira, üzülməz rishta, izgu tilak və ümidlər bilan bo'langan o'rtaq bir kun bor. U bo'lsa-mu Uyg'urlarning yaqinqi tarixida qurgan ikki qitimliq Sharq Turkiston Cumhuriyatlari qurilgan 12 noyabr kunidir. Muajiratdagi Uyg'urlar uchun bu kunni alayda xotirlamak o'rtaq bir an'anaga aylangan. Albatta, muajiratda yashayotgan Uyg'urlar bu qitimliq 12 noyabrni texmi hayajonli faoliyatlar bilan o'tkazdi. Can aynigimiz orqali sizlarni oldi bilan Washingtonda faoliyat ilib berayotgan Amerika Uyg'ur birlashmasining 13 noyabrdagi Sharq Turkiston Cumhuriyatlarini xotirlash faoliyat so'riniga boshlab bormoqchimiz. Mustaqil tadqiqotchi Asad Sulayman 1933-yili 12 noyabr kunida qurilgan birinchi qitimliq Sharq Turkiston Cumhuriyatlari to'g'risida doklad berdi. Ayni davrdagi Cumhuriyat marshi, Sharq Turkiston Milliy armiyasining harbiy formulari, ordun, medallar bilan tanishish fursatingiz bo'ladi. Haras Uyg'urlarning ma'naviy anasi Rabiya Qadir xonim bu yilgi Cumhuriyat xotirasini Yevropada o'tkazdi. Chunki Rabiya Qadir xonimning bu qitimqi safari Germaniyada o'tkazilgan ikki Cumhuriyat xotirasi hamda Rabiya xonim tavalludining 70 yilligini qutlaqlash bilan birlashib ketgan. Arada biz Rabiya xonimga Istiqlol medali hadiya qilingan mazkur faoliyatda ekranimiz orqali sizlar bilan birga bo'lamiz. Muajiratdagi Uyg'ur to'pliqlari uchun 12 noyabr har qachon iftixorlik tuyg'ulari ichida qutlaqlanadigan bir xosiyatli kun hisoblanadi. 13 noyabr yakshanba kuni Washington, Nyu-York shaharlari, shundaqla Virginia, Maryland va yaqin atrofdagi boshqa shtatlardan kelgan Uyg'ur jamoati bir yerga jam bo'lib, Uyg'ur hozirgi zamon tarixida mavjud bo'lgan ikki qitimliq Sharq Turkiston Cumhuriyatini xo'shallik ichida birlikda xotirladi. Bu qitimliq faoliyatni o'tgan yillarga o'xshashla Amerika tavasidagi Uyg'urlarning xolis fuqaroviy tashkiloti bo'lgan Amerika Uyg'ur birlashmasi o'rinlashtirgan bo'lib, mazkur jamiyatning hay'at a'zosi Jurat Obul murosimiga riyosatchilik qildi. U faoliyatning boshlanganligini e'lon qilgach, avval taom, andin kalom deydigan an'anaviy odat bo'yicha faoliyatga ishtirok qilgan mehmonlarni oldi bilan o'zlari tayyorlagan, shundaqla bir qism Uyg'ur jamoati xolis tayyorlab og'ash kelgan Uyg'ur taomlariga taklif qildi. Aralıqda Amerika Uyg'ur birlashmasi tashkillagan birlashmaga ion to'plash faoliyati qizg'in kayfiyat ichida davom qildi. Buningda ay yulduzliq ko'k bayroq, Cumhuriyat biznaklari va aloqador kitoblar setildi. Setilgan buyumlardan tushgan pullarning bo'lsa, Amerika Uyg'ur birlashmasining bundan keyingi faoliyat rasxodi uchun sarf qilinadiganligi texnik ko'p kishilarni xursand qildi. Tamaqdan keyin Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshad Hasan bugungi xotirlash faoliyatining muajiratdagi Uyg'urlarda o'rtaq shakl olgan Sharq Turkiston marshi bilan boshlanadiganligini e'lon qilganda, hammalar o'rnidan turib marshga hurmat bildirdi. Marsh muzikasiga jo'r bo'lgan holda 1945-yili 8-aprelda qurilgan Sharq Turkiston Milliy armiyasining harbiy formasini kiygan Uyg'ur yoshlaridan ikki jup o'g'il qiz ay yulduzliq ko'k bayroqni ko'tarib zalga kirib kelganda, butun zaldagilar bu manzardan hayajonga cho'mdi.
güzel istikbalimiz. Çünkü bizning ajdodlarimiz o'sha davlat sher, o'sha bayroqni ko'tarib, qanchalik qonlarni, qanchalik jonlarni berib, ikki qatim oldi-kayni bo'lib, 1933-yilning 11-oyning 12-kuni, 1944-yili 11-oyning 12-kuni qayta Cumhuriyet, Sharq Turkiston birinchi qatim islom jumhuriyati, dunyodagi birinchi islom jumhuriyati mana degan vaqtida. İkinci ketim yana 44-yili 11-oyning 12-si Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurgandik. Bu cumhuriyetlerimiz bugün biz hatırlayapmiz. Chet elda, o'z vatanimizda emas. O'z vatanimiz xalqimiz shu bayroqni tashna, shu davlat she'rini telefoniga tushirib olganligi uchun ba'zi yoshlar turmada 10 yil, 15 yil, 20 yil hatto itilib ketib qoldi. 2014-yili Xotandagi bayrak tiklep yarım saat turguzuş için 16 yaş bala aşağı çıkandan aldıda ögüzüde ölüp ketken. Hemisi şehit oldu. Şulanın kenara bu bayrak lepildavatıdı. Bu devlet şehrimiz devamlı caranlavatıdı, anılavatıdı. Ben şimdi bir günü biz yana kaytıp vatanimizde bu devlet şehrini Ürümçi'de bu bayrağımızda Tanrı'nınki en ilginç çokusu da lapildetip kaytıdın öz vatanimizde tebriklaymiz, kutlaymiz. Bu yıl 86 yaşa kirgan G'ulomidin Paxta aka Amerikaga eng dastlab kelgan Uyg'urlardan bo'lib, hozir hurmatga sazovar jamoat arboblarining biri hisoblanadi. U orliqda so'z qilib, o'zining bolalik mazgilida, ya'ni 1933-yili 12 noyabr kuni Qashqarda dunyoga kelgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati haqida esda qolgan aslimalarni taqdim qildi. Shundaqla o'zining g'uborsiz bolalik aslimalarida hali ham saqlanayotgan bir qism she'rlarni va qo'shiqlarni aytib berdi. Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulgan çağlarda ben küçük olsam mı dedemin kolunu tutup Türkçuluğa bağlan gözümle görmedim. Tesiratlarını ve halkın hayatlarını ve sahradaki dihkanların koçak ezellerini ben hazır yoklukta çıkıp durdum. Mesela şu çağlarda köçülerdeki küçük ballarını bayrağımız, şehrimiz kitap olsun, canımız kurtulsun, vatanımızda bu okuyan şarkıları. Hatta yoldaki ravukçılarının o hem de yatmayız, hem de batmayız. Ezvetenini sana koymayız da okuyan ezelleri. Şuların hangirim olduğunu önde gramofon taksi olsa ayrılıp durdu. Arliqda G'ulomidin Paxta aka ziyoratimizni qabul qilib, Uyg'urlarning o'z kelgusi haqida umidvor bo'lishi lozimligini, Uyg'ur yoshlarining kelgusi uchun har qachon tayyor bo'lishining taxirsizligini ta'kidladi. Benim ümidim bizim yurtumuz elbette bir gün öz aldığı müstakil boludur. Çünkü hazır dünyada siyaset özgürlüğünce iktisadi vaziyetin icabı hazır dünya 3 kutupka bölünmüş ağlıdı turuptu. Bu 3 kutup arasında siyasi talaş tartış ketip bağlan çağlarda elbette bizim yüzümüzün bir ışık yani ümit yani müstakillik ümidi tuğulurdu. Çünkü bu bizim memleketimiz petrolda, iktisatta, altın, gümüş, uranyum, titanyum bu madenlerini hiçbir zaman hiçbir kuvvetli devlet öz aldığı bir devletin bunun hocayım bulup yep geçişine razı bulup duramaydı.
Bizim vatanımız Şarkı Türkistan, chet el bilen çevresi olmagan, ama iktisatta en güçlü bir zemin boğan Şarkı Türkistan'ı yalnız bir devletke bunu yem kılıp berişke hiçbir kapitalistik ve çoğu devletler razı olup duranmaydı. Onun için bu yerde Xitaylarning qandaki xudolik davası qilgan Kur'an'ın o dünyada ketganda bugün özünü dünyanın en güçlü devleti hesaplagan bu komünist hükümette özgürdü elbette. Qandaki Stalin mi özgürgendek, mesela Lenin mi ketgendek, bularning ki kabirsizdin cesedini çıkarıp taşlanğanıdek bu yerde azı diktatörlük kılgıcı bizim Uygur halkını özünün koşu bilen özünün koruş siyasetini algı sürüp bizni parçalap öz milletimizge düşman kılıp cezalaş arkalık idare kılgan devlet elbette uzak yaşayalmaydı. Ayının 15'i karanlık, 15'i elbette aydın doludur. Keçinin gündüzü bolgandek dünyada kışın baharı boludur elbette. Baharda mı? Bu dünya devre kılıdı ayrıdır. Onun için bu zaman mı? Her zaman bir yıl tuğmaydı. Biz hiçbir zaman tarihimizde bolganıcak hele hazır mı bir kişinin zemininde, toprakta közümüz yoktur. Özümüzün vücudunu, özümüzün hakkını talep kılışta elbette bizim hakkımız vardır. Ben dostlarımla şu sözünü demek isteyeyim. Bizge ta ezelden başlap Xitayla özünün koşunu, özünün yeği bilen koruş diyen siyasetini cari kılıp geliyordu. Bu özünün koşunu, öz yeğidi koruş demek, Uygurlarını bölüp taşlap, birbiri bilen uruşturup, sokuşturup, Uygurların arası ittifaksızlık selip, bizni öz milletimizi ezdirip, öz milletimizi özümüzün halkına cezalandırıp idare kılıvatıdı. Bununla biz boysunmak istemesek, bölüngenini bölüyeydi, ayrılganını eğik diyen bir söz var. Şuna oşuğan bizde şu bölüş gerek. Biz şimdi Uygur bulup, bölünmezsin bir tursak, ittifak bolsak, biz hiçbir zaman mağlup olmayız. Washington şəhərindəki məlum məsciddə imamlıq qılıb atqan Uyğur din nizat Nurdun Hacı hər iki qitimliq Şərqi Türkistan Cumhuriyetining yüzlىگەن, minglىگەن şir yürək Uyğur yaşlarının şundaqla xalq qahramonlarining issiq teni və jini bədiliga vujudga kelganligini, hozirgi kunda Uyğur muhacirlarining jahonning qayerda yashab atqanligidan qat'iy nazar ashu shahidlarni aslash va ularga duo qilish majburiyatining borligini eskartdi. İslam Cumhuriyeti kurganlığı birinci münasebetler hemimizge malum. İki cumhuriyetke kurulğu altında şunla tenteli çöngen. Ben bu musibet bilmez, belki şuna hoşallık gülle. İnşallah köhbarımızda vatan tiplep Kaşgar durumuzda da hemimiz kadir yaşadık. Şuna kül ilişkice çat aldığı imgaz verici şunun bayrağını ve canlı kaldırmaz. Hatta ki hazırca bu hakkında danışmadı. Bu şu vakti var şu hazır ülkeye şu şey devam mekanizmanın hakkında bir devam edin inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت
Uyghur milletini kuraşıp asas işini kuraşıp şehit olan kınadığın apokusu ya Allah. Amin. Şu kandaşımızın şehidin kurulusu ya Allah. Amin. 8 cennetlikinin muvaffakısı ya Allah. Kan kuraşıp olan kandaşımızın apokusu ya Allah. Amin. Şu kuraş meydanında şehit olan kınadığın apokusu cennetlikinin muvaffakısı ya Allah. Amin. Şehidin dersini kurulusu ya Allah. Bu qitimqi faoliyatning yana bir muhim maqsadi har xil sabablar tufaylidan Amerikaga kelib o'ltiraqlashib qolgan Uyg'ur yoshlarga ular uchun ancha tonishliq bo'lib ketmagan ikki qitimliq Sharq Turkiston Jumhuriyati haqida qisqacha savod berish. Shundaqla muhojiratdagi Uyg'ur to'pligida mushaqda bir umumiy tushuncha hosil qilish deb qaralganligi ma'lum. Shu sababdan mustaqil tadqiqotchi Asad Sulayman 1933-yili 12 noyabr kunlari dunyoga kelgan birinchi Sharq Turkiston Jumhuriyati to'g'risida ayni vaqtdagi dunyo axborot sohasida yer olgan aloqador ma'lumotlar haqida qisqacha to'xtalib berdi. Hamda har qanday bir millat, har qanday bir xalq agar o'zining tarixini o'zi yozmasa, u boshqa tarafidan yoziladi, uning tarixi boshqa tarafidan tushuntiriladi. Ma'lum bo'lishicha, hozirga qadar Uyg'urlarning mustaqillik kurashlari haqidagi tarixiy bayonlarning ko'pinchasidagidek chet el avtorlarining qalamiga mansub bo'lib, Uyg'urlarning o'zlari yozib chiqqan aloqador asarlar bakma oz ekan. Ayni vaqtning o'zidami, ya'ni 1933-yili 12 noyabr kuni Qashqar shahrida Sobit Damulla boshchiligida qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati dunyoga kelganda shu vaqtdagi nopozliq axborot organlarining biri bo'lgan sobiq Sovet ittifoqining Haqiqat gazeti va Komsomollar gazeti birdek bu vaqt xabar berib, Qashqarda tashkillangan bu hukumat aniqki Angliya jahongirligining bevosita kuch kiritishi, shundaqli ko'plab moddiy yordam berishi bilan qurilgan bo'lguncha hokimiyat deb tasvirlangan. Shu zamondagi Xitoyning hokimiyat boshqarishdagi axborot vositalarimi Sovet ittifoqining xabar manbalaridan foydalangan holda o'xshash muqomni takrorlagan. Halbuki shu vaqtlarda Qashqarda aktiv faoliyatlarda bo'layotgan Buyuk Britaniyaning Qashqarda turishlik konsulxonasi bo'lsa, Londondagi Angliya hukumatidan Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyati bo'lgunchilik xarakterini olgan bir yerlik hokimiyat. Bundaq hukumatni qo'llashga qat'iy bo'lmaydi. Shu sababdan Qashqardagi konsulxona Sharq Turkiston hukumatining har qanday yordam talabini keskinlik bilan rad qilishi lozim degan mazmunda uqtirish topshirib olgan. Lekin shu vaqtda mazkur Sharqiy Turkiston Jumhuriyati Hindiston, Afg'oniston, Eron, Turkiya qatorliq davlatlarga elchi hamda maktublar avatib, o'zlarini qo'llashni hamda harbiy qurol-yarog' yordam qilishni talab qilgan bo'lsa-mu, bu maqsadiga yetolmagan. Keyingi vaqtlarda mayli Gomindan hokimiyati bo'lsin yoki 1949-yildan keyingi Xitoy Kompartiyasi bo'lsin, qachonki o'tgan asrning oldingi yarmida qurilgan ikki qitimliq Sharq Turkiston Jumhuriyati haqida so'z bo'lganda hammasi birdek Sovet ittifoqining mavqesini qaytadan takrorlab chiqqan xolos. Yarım soatdan ko'proq davom qilgan leksiyadan keyin ikki qitimliq Sharq Turkiston Jumhuriyati haqida savod xarakterlik masalalar bo'yicha zehn sinash musobaqasi o'tkazildi. Savollarga to'g'ri javob berganlarga Sharq Turkiston izniga taqdim qilindi. 30-yili Milliy qutulush inqilobining tunji yaponi qachon va qayerda boshlangan? Leksiyadan keyin faoliyatga qatnashgan bir qism Uyg'ur ziyolilari tarixda va zamonimizda o'tgan Uyg'ur mutafakkirlarining asarlaridagi durdanlardan uzindilar o'qish orqali o'zlarining ularga bo'lgan sevginishi hamda yuksak hurmatini ifodaladi. İçinor ko'nglim sava. Ay Uyg'urim, sabdishim, qerindishim, bir tuqqanim. Ko'nglim halimga o'yg'atsam seni, anglamaysan zot nima. Qarindoshlar, men beshimdan ig'ir sarguzashtlarni ko'chirib, yurt va vatanim uchun xizmat qilishga bilim olib keldim. Yurtimni, vatanimni asorat kishilardan qutqizishlik o'qitishlik kasbini eng ulug' kasb, oqartish yo'lini eng to'g'ri yo'lda tanlab oldim. Qachondir bir kuni 6 yillik qo'g'ishnoqi meni oxiratga o'zitishi mumkin. Lekin men vatanimning o'rligi, xalqimning uyg'onishi yo'lidagi bu mushaqqatli jarayonda issiqqinimni to'kishdan zot qaytmayman. Lekin bugunga qadar Uyg'ur o'zining milliy tarixi tadqiq etilgan emas. Shundaq bir qarab ketishga bo'lmaydi.
Baş xalqlar bizim tarixiy ahvolimizni bilish yo'lida Olchihal cho'llarini kezib, qumul, turpat, harorlarni qo'llab, yerdan chiqqan tosh, kesak va boshqa yo'llardan foydalanib, butun olamga nashr qilib turganda bizniklarning buni bilgan himmat va shijoatlari bo'lmasa, mana buni o'zgarib qoladi. Nimişki yazmayı, tünek arlaş mulluk liriklarını, söygüsü işki örtep köydürse yüreklerini, söygü denizi çonkurluğunda ben bir kaynam dursam, ussuzluğum kandak kansın küçük kölçeklerini. Vatan bilan o'qiydi, tarixini asrni vatan bilan to'laydi. Nomusimning to'lag'i vatan bilan o'qiydi, izzatning sharafini vatan nomi qo'shadi. Payg'ambarning so'zicha vatan so'ygan imondir. Vijdoni bor har inson vatan uchun qurbondir. Xizmat qilgan vatanga haqiqatda insondir. Vatan qadri bilgan ikki quloq hayvondir. Maktab Türkistan uchun dushmanning yutilishi va erkin tuyitishidan saqlanishning ikki kuchli qarori bor. Birinchisi diniy hissiyat, ikkinchisi milliy hissiyat. Qaysi millat bu ikki hissiyatdan ayrilib qolmay, o'zining kimligini yaxshi saqlab qalalaydigan u millatni dushmandan yutib ketishi mumkin emas. Mahkum millatning baxt saodati yiroqlarda emas, balki o'z ichidadir. Shuni unutmaslik kerakki, 200 yildan beri bizni qon qustirib kelgan ittifoqsizlikdir. Istiqloliyat degan so'z mustaqillik degan so'zdir. Ya'ni men o'z oldimga bir davlat, bir hukumat, mening ayollarim, tanklarim, muntazam qo'shinim bor. Chegaralarda qator quralaydi, dushman ko'psiga solalaydi degan so'z bo'lib, buning ma'nosi, buning eti istiqloliyatdir. Rasmini bu yaşta akılmak, hainler işini başka getirmek, tak vicdanından bahar çılaymak. Şunu küyleymen Zimistan bunu, bizim senlerle bağlanmadı mı? Kökrekli neyden kadarlandı mı? Yaş idik uzun seferge atılıp çıkardı biz. Hem de attan bilgidek hop kaldı ele mehrimiz. Az idik müşkül seferge atılıp çıkardı biz. Hem de çok kanlarına kaldık kaldırıp çöllerdi iz. Kaldı iz çöller ara gahi yalanlarda yine. Kaldı dini arşılanlar eş çöllerde tebrisiz. Tebrisiz kaldı dimem yolgun kızargan dalıda. Gül çiçekte pürkülür kanla barda tebrimiz. Kaldı iz, kaldı menzil, kaldı uzakta hemmisi. Çıksa boran, köse kumlar, hem kömürmez izimiz. Oklamaz karlar yoludun, gezme atlar tek vurup. Hapsi hiç bulmasa bu izni mülkün evrimiz, ya evrimiz. Oxirida bu qitimqi xotirlash faoliyatini tashkillagan Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshod Hasan ziyoratimizni qabul qilib, bu xildagi xotirlash faoliyatlarini o'tkazishning muajiratdagi Uyg'ur jamoati uchun zo'r ahamiyatga ega ekanligini, mumkin bo'lsa, bundan keyingi faoliyatlarga texnik ko'p Uyg'ur jamoatining ishtirok qilishini qarshi olganligini bildirdi. Real ahamiyatini o'tgan vaqtida Xitoy bizning tariximizni burmulab, bizning hozirgi shu yaqin zaman tarixda vatan qurgan, cumhuriyet qurgan, mustaqil bo'lgan tariximizni hammani inkor qilyapti. Xalqimizga buning hammasini yolg'on deb tashlayapti. Shuning uchun biz shu xotirlash orqali bu tarixningki chinligini hamda bizning ajdodlarimizning shu ikki cumhuriyetni qurish uchun qilgan kurashlarini, shu tarixni aslash, shuni birga jamoat bilan bir xil ko'z-ko'z aslash orqali shularni biz mana degan vaqtida jamoatningki birinchidan jamoatga tushuntiryapmiz. Yangi yoshlar kelganlarimiz mushu orqali tariximizni o'rganyapti.
Bu birinci tarafta. İkinciden Xitoy biz bilan masalan Xitoyninki madaniyat, Xitoyninki davlat bayramlarini bizga teng bo'lyapti. Bunda bir ahvolda bizmi o'zimizning milliy aloyidligi, o'zimizning tarixda o'tgan shonli kunlarini aslab bularni xotirlash orqali biz Xitoy bilan mana degan vaqtida kimligimizni, o'zimizningki tariximizni haqiqiy chinlik bilan dunyoga anglitishda tirishchanlik ko'rsatyapmiz. Buningdimi meningcha bizning bu natijalarimizni har yili xotirlash orqali bag'an siri bu xotirlash sorunimiz cho'ng'ayyapti, kengayapti, ta'sir doirasi yug'uryapti, butun dunyo xarakterli xotirlaydigan bo'lyapmiz. Bu demaklik biz shu ikki jihatdan birinchi o'z xalqimizga chin tarixini tushuntirishda, ikkinchi Xitoy bilan bo'lgan tashviqot ko'rishida biz bir qadar yengib oldi qarab menyapmiz. Buning tarix ahamiyati, hozirgi reallikdagi ahamiyati nihoyat muhim. Fəaliyyətə iştirak qilgan Uyğur siyasi fəaliyyətçilərdən Roşan Abbas bu haqda fikir qilib, Uyğur xanım qızlarının Uyğur azadlıq kurashlarida har qachon muhim rollarni o'ynab kelganligini, bundan keyingi əməliyyatning bu nuqtani yana bir qitim isbotlaydiganligiga ishonchi borligini bildirdi. Uyg'urlar, Uyg'ur inqilobining ichida ayollarning, qizlarning tutgan roli nihoyatda chuqur bo'lgan, nihoyatda kuchli. Ayollarning hech qanday bir zamonda, tarixdan beri hech qanday bir vaqtda inqilobda erlardan keyin qolib boqqan emas. Davomli mo'rni-mo'riga tirab turib, davomli sharbiy, g'ururiy vijdoni bilan shu inqilobning bir parchasi bo'lib kelgan. Mayli Sharqiy Turkiston Islomik Cumhuriyetimiz qurilgan yoki ikkinchi qitimda Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurilgan zamonlarda bo'lsin, mayli hozirgi shu davorimizning sepida bo'lsin, qiz ayollarimiz har zaman mo'rni-mo'riga tirab shu sepda o'zining vijdoniy g'ururi bilan vatanparvarlik ruhiy ideyasi bilan xuddi konularni aytgandek ayol kishi bir qo'lida beshikni tavratsa, bir qo'lida jahonni tavratibdi degandek bularning vazifasi hech bir zamonda, hech bir yerda faqatla ashtamoq etib bola beqib, uyninki o'tishdan chiqish yoki xizmatini ishlab kelib, oilada uyda erning ballarının xizmatini qilish bo'lib qolgan emas. Dunyoning har qanday bir yeriga qarab esaq, mayli Shimoliy Amerikada bo'lsin, mayli Avstraliyada, mayli Yaponiya, O'rta Osiyo, Yevropa, Turkiya ellarida bo'lsin, davomli da'voninki oldingi sepida, ayollar davomli da'voning oldingi sepida nihoyatda hal qilg'uch rollarni o'ynab kelmoqda. Masalan, hozir da'vorimizning 5-i Anamiz Rabiya Qodir hanım tarafından yeteklep mengiliyotdi. Bundan başqa dunyoning qaysi bir tarafiga qarasak, hammiyada bugungi mayli jamiyat, jamoat ishlarida bo'lsin, mayli tashkilotchilikda bo'lsin, Uyg'ur ayollarining roli nihoyatda kuchli. Uyg'urlarning ma'naviy anasi Rabiya Qodir xonim bu yilgi Cumhuriyet xotirasini Yevropada o'tkazdi. Rabiya Qodir xonimning bu qitimqi safari Germaniyada o'tkazilgan ikki Cumhuriyet xotirasi hamda Rabiya Qodir xonim tavalludining 70 yilligini qutlaqlash bilan birlashib ketgan bo'lib, Germaniya jamoati Uyg'urlarning nomidan Rabiya xonimga Istiqlol medali hadya qildi. Bu qitimqi marosimga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Uyg'ur vakillari, Germaniyadagi bir qism siyosiy partiyalarning vakillari, Yevropa parlamentining sobiq a'zolari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, Türkiye Cumhuriyeti'nin Germaniyada turishliq konsulxonasining mas'ul xodimlari, Tibet va Türk tashkilotlarının mas'ullari, shundaqla Germaniyadagi Uyg'ur jamoati bo'lib, xeyli ko'p sonda kishilar qatnashdi. Rabiya Qodir xonim javoban so'z qilib, o'zining tashakkurini va orzu-armonlarini izhor qildi. Rabiya xonim ajoyib ish qilyapti degan medal bo'lsa, men buni kimga beratdim bugungi kunda degan vaqtida turmuning ishida Uyghur xalqining diniy e'tiqodi, o'zining islom e'tiqodi va o'zining xalqining erkinligi, mustaqilligi uchun to'xtamay turmadi yetayotganlarni vakil qilib hozir hayot turayotgan Abduqodir Yopchonga ham vatan ishida, ham vatan tishida bu bedelni to'layotgan odamga men bu medalni ibratib berdim. Lekin erkin olib tekin va dunyo Uyg'ur qurultayman istiqlol
istiqlal medali deganligi uchun men bu istiqlal medalini hech kimga sovg'a qilmay bo'ynimda tutib vatanni ozod qilishning bir yuki deb bo'ynimga olaman. Shuning uchun men buni saqlab, mushu medalni vatanim ozod bo'lgan kuni bayroqning ustiga Allah ilib qo'yishga, vatanim ozod bo'lgan o'rniga is qo'yishga nasib qiladigan kunlar uchun. Amin. Bu yılki iki Cumhuriyet xatirasini yana dunyoning boshqa joylaridagi Uyg'ur to'pliqlarini xatirlagan bo'lib, chet ellardagi yosh Uyg'ur bo'g'inlarining o'z tarixini unutmasligi, shuningdek ularda vatan sevgisi paydo qilishda zo'r ahamiyatga ega bo'lganligi olg'a surilmoqda. Açıl ekranımızın körürmenleri, nime degen hayacanlıq minutlar, Uyg'urlar hayat qaynamida özleri üçün en muhim günlerini mana muşundaq dünyanın her qaysi joylaridan bir yerga to'planib, xo'shalliqda hammaga o'rtaqlasha oladi. Muajiratdagi hayat tarixi betlerini mana muşundaq unutilmas xatirlar bilan bezaydi. Tarixdan iftixorlik tuyg'usida birlikda kelgusidan umidlar izlaydi. Körürmen dostlar, undaqda Açıl qamusining endiki bitiga kelayli. New York shahrida ochilgan Xitoyda hakim mutlaqlıqning oxirlashishi va demokratiya ufqi temasida 3 kunlik xalqarалық yig'in bo'lib o'tdi. Yig'inga Xitoy masalalariga ko'ngil bo'lguvchi mutaxassislar, jamoat arboblari va bir qism o'quvchilar, shundaqla Uyg'ur Amerika birlashmasining raisi Ilshad Hasan hamda Ilham To'xti guruhining tashkillovchilaridan Anvarjon apandilarmi Uyg'urlarga vakolatan taklif bilan qatnashib, Uyg'urlarning siyosiy va madaniyat jihatdagi ahvollarini tanishtirdi. Yig'in jarayonida Xitoyda barliq kelish ehtimoli bo'lgan demokratiya muhiti va aloqador masalalar haqida keskin bas munozirlar hamda savol-javoblar, nuqtaliq muzokara qilingan teran o'tkir siyosiy masalalar qatorida Xitoy yaqin kelgusida demokratiyaga o'talsa, Xitoy ishg'ol etib turayotgan Uyg'urlar, Tibetlar, Mo'ng'ullar qatorliq millatlarning istiqboli qanday bo'lganligi haqida ko'z qarashlar, talash-tortishlar davom qildi. Salmaq analiz va muhokamalar davom qilgan bu yig'inga ekranimizda ishtirokchilarimiz bilan birga qatnashimiz. Qiynamsa, yig'in boshlandi. New York şəhərində açılğan Xitayda hakim mutlaqlıqның axırlaşışı və demokratiya ufqi temasidagi 3 günlük xalqaralıq yığında Xitaydagi diktatorluq asosida mavjud bo'lib atgan hakim mutlaq siyosiy tuzilmaning yaqin kelgusida axırlashish ehtimolligi hamda shuningdan keyin o'ttirg'i chiqishi mumkin bo'lgan masalalar nuqtaliq muzokara qilindi.
Shu qatorda Xitoy hokimiyatining ishg'oli ostida turayotgan Uyg'urlar diyori va Tibet rayonining ahvoli muhokama qilindi. Adolat va razillikning sinishishi, xalqaro jamiyatning axloqiy majburiyati hamda tanlashi deb qo'shimcha mavzu qo'yilgan mazkur yig'inni Xitoy Demokratiya munbiri va Nyu-York universiteti birlikda uyushtirgan bo'lib, yig'inga Amerika, Tayvan, Kanada, Yaponiya, Avstraliya va Yevropa qit'asidan bo'lib 50 necha vakil ishtirok qildi. Yig'indagi markaziy nuqta Xitoy davlatining hozirgi siyosiy vaziyatidagi o'zgarishlar. Xitoy raisi Xi Jinping oliy huquqni qo'lga olgandan buyongi siyosiy vaziyat hamda yaqin kelgusida Xitoyda ko'rilish ehtimolligi bo'lgan hokim mutlaq hokimiyatning og'dirilishi qatorliq masalalar bo'ldi. Yig'inning asosiy maqsadi ingliz va Xitoy tillari sohasidagi har soha mutaxassislarini bir sahnaga to'plab, Xitoyda yaqin kelgusida yuz bergusi demokratik inqilobga aloqador masalalarni birlikda muhokama qilish bo'lib, mushu maqsadda Uyg'ur Amerika birlashmasining raisi Ilshod Hasan va Ilhom To'xti guruhisining tashkillovchilaridan Anvarjon Uyg'urlarga vakolatan yig'inga qatnashdi. Mazkur yig'inning alohida sharaf mehmoni bo'lgan Anvarjon Ilhom To'xti masalasini xalqaro kun tartibga olib chiqishda ko'p xizmatlarni ishlagan Uyg'ur ziyolilaridan biri. U yig'inning tunji kunida yig'in qatnashchilari bo'lgan Xitoy demokratlarga Ilhom To'xti masalasini cho'ridigan holda Uyg'urlarning siyosiy va madaniyat jihatdagi ahvolini texnik tafsili anglatdi. Shuning bilan birga Uyg'urlar haqidagi bir taraflama va xato qarashlarni tugutish haqida Xitoy demokratlarining Xitoy fuqarolariga tushuncha berish majburiyati borligini eskartdi. Faqat bu Xitoy demokratlarining yig'iniga siz bir vakil qatnashibsiz hamda bu yig'inda siz asosan bular siz qaysi temada fikr berdingiz? Yig'inda boshda adliqi yangi prezident Xi Jinping efendimning yangi siyosati ostida xalqimizning ustiga zulm texim ortayotganligini, chiqarilgan yangi qonunlar, yangi ko'rsatmalar asosida xalqimizning texim eg'ir besim ostida bo'lganligi, bularning barchaligidek erkinligidan mahrum qilinayotganligi to'g'riliq qisqacha ma'lumot berdim. Bundaq bir sharoitda yana aytib o'tganimdek masalani qonun asosida hal qilamiz, millatlar orasida ittifoqlik barpo qilishimiz kerak deb chiqqan bir Uyg'ur ziyolisi bo'lgan Ilhom efendimning qo'lga ilinib, butun xalqarodagi norozilik va tanqidlar qaramasdan kishining muddatsiz jazosiga hukm qilinganligini aytib o'tdim. Bundaq sharoitda Ilhom To'xti efendimning ideyasi, fikri ve tutkan yolu ne tergib qilish uchun onun ideya ve fikrini dünyada teşvik qilish uchun Ilhom To'xti efendimdek vatanini, xalqini sevgan bir kishinin unutulib qolmasligi uchun Ilhom To'xti gruppasining vujudga kelganligini, Ilhom To'xti gruppasi xalqarada konferansiyalarga qatnashish, xalqaro yig'inlarni o'tkazish, boshqa kishilik huquqlari bilan shug'ullanadigan tashkilotlar bilan hamkorlik qilish, davlatlarning raislari, hukumatlari, parlamentlariga berib Ilhom To'xti efendimninki ideyasini, Uyg'ur xalqining beshilik eg'ir ahvolini, bularning huquqlaridan mahrum qilinib eg'ir ahvolda bo'lganligini tashviq qilish uchun, targ'ib qilish uchun, Ilhom To'xti efendimning ozodligi uchun shunday faoliyatlarni ilib berish maqsadida Ilhom To'xti gruppasining qurilganligini bu Xitoy demokratlariga tanishtirdim. Maqsadimizni aytdim. Bundan keyin qilgan ishlarimiz va faoliyatlarimiz to'g'riliq ma'lumot berdim va Xitoy demokratlarini vatanimizdagi xalqimizning beshidagi eg'ir ahvolni ko'rsatib, vatan ishidagi Xitoylarni Uyg'urlarni to'g'ri tushunishga, Uyg'urlarning beshidagi eg'ir ahvolni tushunishga Xitoy hukumati bilan, kommunistik hukumat bilan bir safda bo'lmasdan inson sifatida Uyg'urlarga nisbatan bir inson sifatida muomalat qilishga targ'ib tashviq qilishlarini iltimos qildim. Yig'inda nihoyat qizg'in muhokama qilingan yana bir masala Tibetlarning Dalay Lama boshchiligida o'ttir yo'l ideyasini yo'lga qo'yishi hamda buning foyda ziyni haqida bo'ldi.
Dalai Lama'nın Amerikada turishliq vakili Kunga Tashi o'tir yo'l ideyasining o'tirg'i chiqishi hamda uning keyingi natijasi haqida doklad berdi. Uning qarashicha, garchi mazkur yetakchi ideya yo'lga qo'yilgandan beri ko'zga chaliqarli zo'r bir natijani qo'lga keltirolmagan bo'lsa-mu, Tibetlarning va Xitoylarning hozirgi ahvolini chiqishni qilganda bu yetakchi ideya yanada real ahamiyatga ega ekan. Bu sababdan Tibetlarning hozirgi ahvolda o'tir yo'l strategiyasini eng to'g'ri tanlash deb qaraydiganligini, Xitoy demokratiyaga o'tgandan keyinmi mazkur loyihadan voz kechmaydiganligini ta'kidladi. Yig'in oraliqida uningdan o'tir yo'l strategiyasi yo'lga qo'yilgan 30-40 yildan buyongi reallik bu loyihaning hech qancha bir ro'shan o'zgarish etganligini ko'rsatmoqsimi, nima uchun Dalai Lama boshchiligidagi Tibet sargardon hukumatining bu loyihani o'zgartmaganligi haqida so'ralganda undaq dedi. 这里面首先有一个观念呢要理清楚，那个中间道路政策是当初是他们提出的，但是现在 Bu yerda bir nuqtani oydinlashtirib bilish nihoyat muhim. O'tir yo'l loyihasini ayni vaqtda Dalai Lama o'tir qo'ygan. Ammo hozir bu loyiha butkul Tibet rayonining o'rtaq siyosiy mavqesi sifatida dunyoga ma'lum. Shunga Dalai Lama uni o'zgartiraman deb o'zgartirolmaydi. Darvaqa o'tir yo'l loyihasi yo'l qo'yilgandan buyon hozirga qadar tub o'zgarishga mansub hech qanday bir hodisani vujudga chiqara olmadi. Ammo uningda ko'plagan manfaatli nuqtalar bor. Shunga bayotin men yig'inda til qilib o'tgandek mayli xalqarada bo'lsin yoki Tibet rayonining o'zida bo'lsin va yoki Tibet xalqining o'zida bo'lsin bu loyiha izchil qo'llashga erishib kelyapti. Bizning hukumatimizning tashkiliy qurilmasida davlat majlisi siyosatlarini tuzib chiqadi. Hukumatimiz buni ijro qiladi. Shunga davlat majlisimiz tuzib chiqqan bu siyosatni bir odam xohlagancha o'zgartira olmaydi. Yani bir jihatdan Tibetning hozirgi ahvolini tarixdagi eng mushkul bir bosqichda deyish mumkin. Mushundaq bir tarixiy sharoitda o'tir yo'l strategiyasidan yaxshiroq bir yo'l mavjud emas. Chunki bizga hozir eng muhimi Tibetlarning mavjudligini saqlab qolish hamda ideologiya jihatdagi birlikni yo'qotmaslik eng muhim. Shunga biz bu loyihada eg'ishmasdan mengyapmiz. Navoda kelgusida biz bu usulni kori kelmedi deb qarasak, u chaqda yangidan bir loyihani tuzib chiqa olamiz deb o'ylayman. Yig'inga ishtirok qilgan Uyg'ur vakillaridan Anvar Jammu bu masala haqida o'z qarashlarini biz bilan o'rtoqlashdi. Uning qarashicha Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xta tashabbus qilayotgan fikrlar mohiyatda Tibetlar yo'li qo'yayotgan o'tir yo'l siyosatiga o'xshab ketadi ekan. Anvarjonning fikricha Xitoydagi hokim mutlaqlik oxirlashib, demokratiya haqida so'z qilish mumkin bo'lganda Uyg'urlar masalasini qaysi yo'sinda hal qilishni vatandagi Uyg'urlarning qaror qilishi eng oqilanalik bo'ladi ekan. Endi sizningcha shunday bir o'tir yo'lni barpo qilishning mumkinchiligi hozirda Xitoy davlatida mavjudmi? Tibetning diniy siyosiy rahbari Dalai Lama efendim bundaq yo'lni xeyli yillar burun o'tirib qo'ydi va hozirgacha mavjud kommunistik Xitoy hokimiyatidan bu tutgan yo'lida bir ilgilash bo'lmadi. Ammo İlham To'xta efendimning o'tirib qo'ygan yo'limi bu shu o'tir yo'lga yaqin bir yo'l. Bundaq kelajakni nazarda tutganimizda hozirgi Xitoy hokimiyati, kommunist Xitoy hokimiyati abadiy emas. Hiçbir hakimiyet ebedi bo'lgan emas. Hatta mush yig'inda va boshqa xalqaro kuzat ko'chilar hozirgi Xitoy hokimiyatiningki ömrü nihoyat oz qolganligini va buningki qisqa vaqt ichida o'z ishidan yiprab yo'qolganligini taxmin qilyapti. Bizlarning mana shu kommunistik Xitoy hokimiyati bartaraf bo'lgandan keyin yıkılgandan keyinki davriga tayyorgarlik qilishimiz kerak. Xalqimiz shuningga tayyor bo'lishi kerak. İlham efendimmi o'zining ideyasida o'zi olib surgan fikrda har holda shundoq uzun bir kelajakni o'ylagan bo'lishi kerak. Shundoq bir o'tir yo'l bilan murosa yo'lni tutib kelajakda ma'lum bir shaklda yaxshi qo'shnilarchilik asosida bir-birining an'analariga, bir-birining madaniyatiga va bir-biriningki milliy arzu talablariga hurmat qilgan shaklda qo'shni bo'lib yashash yo'lini izdishi, buni qo'shnilar bilan muzokara qilishi va shu to'g'riliq kelajakka tayyorgarlik qilishi foydali deb o'ylayman shaxsan men. Ammo
Xulasa bu to'g'riliq qat'iy qaror qildigan va bu to'g'riliq o'zlarining kelajagining qanday bo'lganligini belgilaydiganlar vatandagi xalqimiz va ularning vatandagi turmada bo'lgan vakili İlham To'xti efendim va uningga o'xshash vatandagi Uyg'ur azmatlari biz vatanning sirtida shu qarindoshlarimizninki o'z fikrini, o'z so'zini aniq aytolmaganligi va aytganlarning qamoqda chiriyotganligi uchun biz xalqarada shularning so'zini xalqaraning qulluqqa yetkazishga tirishimiz va shuning vakillik qila olamiz. Qolgan masalani qanday yo'l tutadi, qanday bir kelajakni xohlaydi, buni albatta vatanda Xitoyning zulmini tortayotgan va bu yo'ldan jinini bergan va yoki İlham Efendiga o'xshash so'laqda yotgan rahbarlarimiz o'z hal qiladi. Bu yig'inda Uyg'urlarga vakolatan so'z qilgan Elshad Hasan, Xi Jinping hokimiyatining Sharqiy Turkistondagi ishg'oliyatchilik siyosati hamda uning oqibati sarlavhalik nutqida Hu Jintao hokimiyat beshiga chiqqan mezgillarda Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar diyoridagi ta'sirini kuchaytirish uchun nupus ko'chirish, Bengtuanga mablag' silish qatorliq siyosiy tadbirlarni qo'llanganligini, buning uchun muqimlikning eng muhim o'rniga qo'yilganligini bayon qilib, bu xil siyosatlarni Vanglachuanga o'xshash terrorlikni vosita qilib turib, davlat mablag'idan talon-taroj qilgan bir turkum yerlik zo'mgarlarni yetildirdi dedi. Uning qarashicha Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan keyin ko'rinishda yumshoq siyosiy tadbirlarni yo'l qo'ygan. Buningga mos holda Jang Chunshan Vanglachuanning o'rniga Uyg'urlar diyorining bosh sekretarligiga tayinlangan. Ammo reallik Uyg'urlar diyoridagi siyosiy tadbirlarning ilgirgidan kuchayganligini, Uyg'urlarga qaratilgan bostirishning burunqidan natijasi eshib ketganligini, harbiy va soqchilarning kuchi orqali Uyg'urlarni idora qilish tadbirlarining muntazam shaklga o'tganligini namoyon qilgan. Shunga uning fikricha hozirgi reallik, bo'libmi İlham To'xtidek bir o'tir yo'l ideyasiga ega ziyolining mangulik qamoqqa hukm qilinishi Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni yo'qotish maqsadidagi siyosiy va madaniy tadbirlari Uyg'urlar diyoridagi siyosiy vaziyatning tinch shaklda hal bo'lish mumkinchiligini yo'q chiqardi. Biz uning Xitoy demokratlarining yig'ini uchun tayyorlagan dokladida Xitoylarga tunishlik bo'lgan Xinjiang degan nomning o'rniga Sharqiy Turkiston degan atalg'uni ishlatganligi haqida so'rag'animizda u buning qisqacha tushuncha berdi. Bu isim bizning tilimiz bo'yicha mingish kerak. Xitoylar o'zlarini hozirdan yaqinda bir maqolani ko'rdim. Xitoyda Xinjiang degan ismni qo'yish aslida tarixda Xitoyning eng cho'ng xatoligi. Chunki bu ism Xitoylarning qo'yilgan nomiki uning ma'nosini aytdi. Xitoyning yangi zimini degan gap. Demak, Xitoy bizning vatanimizning ishg'oliyati aslida tajovuz qilishga olgan. Shuning uchun tajovuzchilikka qo'llangan ismini qo'llash bu bizga haqorat ajdodlarimizga qilgan xiyonat. Shuning uchun buni ishlatishimiz kerak. Albatta Xitoylar qabul qilolmaydi. Men yana Xitoy demokratlari bilan paranglashib masalalarda qatnashganda qabul qilolmaganlar bo'lgan. Bu ism yo'q tarixda. U bu deb men bilan talashganlar bo'lgan. Ammo lekin hozirgi bugungi kunda to'xtamay deb manganligimiz uchun hammamiz azal Xitoylarning ko'pincha ziyolilarini buni qabul qilib bo'ldi. Savol so'rag'a vaqtida Sharqiy Turkistonda biz bilan panohlashdi. Hatto ba'zilari savol so'rag'a vaqtida Xinjiang deb qolsa va xapoma Sharqiy Turkiston deyishim kerak. Men ani bugunib qoldim deb bu so'raydigan bo'ldi. Bu demak biz bu yo'lni biz buni boshlab yerlik millat bizning ismimiz bo'lganligi biz buni aktivlab o'zimizning ismida chin turib buni davomlashtirib Xitoylarga biz qabul qildirishimiz kerak. Vaqtimqi yig'inga alohida taklif qilingan yana bir Xitoy vakili Chin Peng o'zining teran va salmoqliq siyosiy mulohazalari, shundaqla ko'p qatimliq televiziya suhbatlari orqali Amerikadagi Xitoy demokratlari ichida belgili ta'sirga ega bo'lgan bir shaxs. U Xitoydagi siyosiy tuzilmaning og'dirilishi muqarrarlik bo'lsa-mu, hokim mutlaqlikning oxirlashishi hamma masalaning hal bo'lib ketadiganligidan darak bermaydiganligini, buning uchun munosabatli masalalarni qanday hal qilishning yana bir bosqichli xizmat bo'ladiganligini ta'kidladi. 我想我们现在看到是中国共产党领导之下，周边的地区不仅仅是新疆和西藏的民众不满意抗议，而且也相当。 Darvaqa demokratiya kelgusidagi masalalarni hal qilishning asosi albatta. Mushu asosda biz ishlarni o'zaro kengashib, bir yoqli qila olsak, tamoman bo'ladi. Buningda yolg'iz Xitoylar o'zli emas, yana Xitoylar bilan Uyg'urlar kengashish orqali Xinjiang masalasini, Xitoylar bilan Tibetlar darqamda o'tirib maslahatlashish orqali Tibet masalasini qanday hal qilishni muzokiralasak bo'ladi. Xuddi shu shaklda yana ichkirdagi Xitoylar bilan Hong Kongdagi Xitoylar maslahatlashib, Hong Kong masalasini hal qilsak bo'ladi. Demak, maslahatlash orqali
bu masalalarni hal qilib ketish mumkin. Mushu asosda maslahatlashish zo'rlik kuch orqali, qon to'kish orqali emas, balki tinch suhbat orqali ishga oshadi. Ana shunday suhbatga o'tirgan vaqtda meningcha Uyg'urlar bo'lsin, yoki Tibetlar bo'lsin, yoki Xitoy vakillari bo'lsin, hammaylar aql bilan, tinchlik bilan ish ko'rishi. Bu jarayonda demokratiyaning tiblik prinsiplariga to'liq amal qilib, masalani BDTning aloqador xitobnoma va shartnomalarining ruhiy bo'yicha hal qilishi lozim. Ana shularda aniq qilib qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni mayli Xitoy bo'lsin, yoki Uyg'ur bo'lsin, yoki Tibet bo'lsin, hamma xalq o'z taqdirini o'z hal qilish huquqiga ega deydigan bir modda bor. Agar kelgusida biz mushu prinsipga amal qila olsak, ishonamanki Uyg'ur masalasining hal bo'lmaqi qiyin emas. Yig'in vakillaridan Xuping apandini Uyg'urlar masalasi haqida bir qadar lilla maydonga ega Xitoy ziyolilarining biri deyish mumkin. Bu 1980-yillarda Xitoyda demokratik ideyalar va inson haqlari masalalari bo'yicha ma'lum mazgil izlangan. 1987-yili Amerikaga ziyoratga kelgandan buyon Amerikadagi Xitoy Demokratlar ittifoqining raisi, Amerikada Xitoycha nashr qilinadigan Xitoy bahori, Beijing bahori qatorliq jurnallarning bosh muharriri, shuningdek Xitoy inson haqlari ijroiya komitetining mudiri qatorliq vazifalarda o'tganmoqda. U Xitoy yaqin kelgusida demokratiyaga o'talsa, Xitoy ishg'oliyatida turayotgan Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul qatorliq millatlarning istiqboli qanday bo'lganligi haqida o'z qarashlarini bayon qilib o'tdi. Xitoyning demokratiyaga aloqador masalalari, shu qatorda Tibet va Uyg'urlar masalasimi noit salmoqlik bilan bir yoqlik qilish zarur bo'lgan nozuk masalalardir. Halbuki bu rayonlardagi masalalar to'liq murakkab va ko'p qatlamli bo'lib, biz o'ylagandek oddiy shaklda hal qilib bo'lmaydi. Shunga meningcha Xitoy demokratiyaga o'tgan dastlabki mezgillarda bir o'tkinchi bosqich bo'lishi lozim. Mushu bosqichda Xitoylar va Uyg'urlar, shundaqla Tibetlar o'z talablarini o'rtaga qo'yishi, ondan har qaysi taraflar mushu talablarni to'liq hal qilib keta oladigan, shundaqla hammaylanga mos keladigan biror loyihani o'rtaga qo'ysa bo'ladi. Shu chaqda Uyg'urlar mustaqillikni tanlamdi, o'z taqdirini o'zi belgilamdi yoki federatsiya shaklida Xitoy davlatining ichida qolib qolamdi va yoki Xitoy davlatining bir qismi bo'lib ketamdi deganni qon to'kmasdan hal qilishning biror chorasini topib chiqish lozim. Shu vaqtda Uyg'urlarning vakillari agar Uyg'urlar Xitoydan ayrilib chiqishi lozim deb qarasa, buning ilmiy asoslarini, agar Xitoydan ayrilmaslik lozim deb qarasa, buning ilmiy asoslarini o'tirib qo'yib, Uyg'urlarning ko'p qismini qoyil qila olsa, ish tamom vassalam. Demak, bu ishlarning hammasi oldi bilan Xitoyda demokratiya amalga oshgandan keyin ondan ro'yobga chiqadi. Shu vaqtda biz jazman masalani tinch usulda hal qilishning bir chorasini topib chiqa olamiz deb o'ylayman. Bu qatimqi yig'inda Uyg'urlarga vakolatan so'z qilgan Ilshod Hasan Xitoy demokratlari ichidagi o'xshamagan fikr qilguvchi bir qism ziyolilarning shaxsiy fikrlari haqida o'zining o'ylaganlarini biz bilan o'rtoqlashdi. Xitoy demokratlari deydi, bu sizlar Xitoy demokratlashgandan keyin bu sizlarga o'zbekistonda qo'shimlarni hojati yo'q. Biz sizlarga yuksak avtonomiya beramiz. Shu vaqtda sizlar Tibetlar, Uyg'urlar hammalar buyuk Xitoyning imperiyasining aslida yuksak avtonomiyadan bahramand bo'lgan holda yashasanglar bu sizlarga eng loyiq yo'l deyapti. Sizning bularga javobingiz nima? Mening bularga javob bergan javobim bizningki qaysi yo'l bizga eng loyiq bo'ldi. Başkalar emas. Sharq Turkistonda yashayotgan Uyg'ur va Türk millatlarimizning qarindoshlarimiz bular belgilagan. Hargiz burundan tortib Xitoyning ziyolilarida, Xitoy hukumatida singib ketgan cho'ng Jungo degan bir ideyaning singib ketganligini, Xitoyning xuddi birligi ham o'yin bir narsa deb ularni Xitoyga tushib, shuning bu tushni amalga oshirish uchun hozir butun kuch bilan buni qilyapti. Ammo bu hammasi sirtdan shu yerga millatlarga kengilgan tanlash yo'li. Bu bizning erkinligimiz bilan tanlagan yo'llar emas. Shuning uchun menimcha Xitoy ziyolilarga biz shuni tushuntirishimiz kerak. Sharq Turkistonning haqini shu yerdagi millatlar bekitishi kerak. Xitoylar emas. Biz buni da'vatimiz, tushuntiryapmiz. Bu bizning haq-huquqimiz. Mayli bizning xalqimiz shu vaqtga kelgan vaqtda Xitoy demokratlashganda ashunda bir yo'lni tanlasa, ko'p sonli bilan bu albatta buni hurmat qilamiz. Ammo shaxsan men o'zim menimcha mustaqil bo'lib Xitoy bilan bir qo'shni do'st
qo'shni bo'lib qo'ysak, menimcha eng muvofiq shu yerdagi yerlik millatlarning manfaati uchun eng yaxshisi shu deb o'ylayman. Chunki mustaqil do'st bo'lish barobarlik bilan quriladi. Yana bir ko'ngil bu Xitoy ziyolilarining balkim yaxshi ko'nglidir. Bularning tanlab olgan yo'lini biz jiq sinab boqdik. Bizga tangdi sınaqlarni uzun yillar o'tdi. Hech qachon bizga bir manfaat kelmagani yo'q. Shuning uchun menimcha bunga mening javobim nihoyatda qisqa, yig'im chaqlab berib bir yil so'z desek, bizning taqdirimizni o'zimiz belgilaylik, boshqalar bizga belgilab beramiz. Bizga qanchalik yaxshi yo'l bo'lsinmi, yomon yo'l bo'lsinmi, o'zimiz tanlab taqdirimizni o'zimiz ko'raylik. Endi Xitoy ziyolilari va demokratchilar degan Uyg'urlarning mustaqil bo'lsanlarmiz, bir mustaqil davlatni idora qilib etmenish iqtidori yo'q deydi. Siz bu qanday o'ylaysiz? İqtidarımız var yo'qligini biz tarixda isbotlab qo'ygan. Uyg'ur xalqi o'z vaqtida Xitoyning tarixida tanishlarning bo'lsin, xannamlar bo'lsin, keyingi so'ng o'g'illar bo'lsin, biz Uyg'ur qo'rqin xalqini qurgan, kulturiy xalqlarning bir qismi biz shularning shu davlatining ichida bor. Mandariga vaqtida yaqin zamonda desa, Chingizxonningki, Mo'ng'ul imperiyasininki ustozlari shularningki davlat boshqarishini asosiy ta'lim tarbiya berganlar asosan Uyg'urlar. Uning keyingi Chag'atayning xonligi asosida Uyg'urlashib ketdi. Saidiya xonligini qurgan biz, Qarxanilarni qurgan, Saidiya xonligini qurgan, Yoqubbekning davrida o'zimizni boshqargan. Eng yaqin zamonda 33-yili 11-oyning 12-si qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatida biz qisqa bo'lsa-mu o'zimizni idora qilib batgan eng tipik bir misal bo'ladi desak, 44-ning 49-yiligacha mavjud bo'lib turgan Sharq Turkiston Jumhuriyati biz o'zimizni idora qilib boshqarib, hatto shu yerda yashagan Xitoyningki erkinligiga shu yerda xotirjam yashashga kafolat beradigan bir hokimiyatning 44-ning 49-gacha boshqarib idora qilib kelgan. Yaqin zamonda mana vaqtida Xitoyning garchi azir siyosatlari Uyg'urlarga hujum qilgan bir siyosatlarni qo'llagan ama 50-yillarning 56-yillargacha yana biz asosan Xitoylar bizning vatanimizni bilib bo'lgani yo'q. Shu vaqtlarda asosan Uyg'ur ziyoli, Uyg'ur kadrlarga tayinib idora qilgan. Biz ularga o'rgatgan boshqarish. Mandaliga vaqtida Xitoyning bugungi kelishiga bir turkum bizningki shu Xitoylardan umid kutib, Xitoylar biz yaxshi bo'lamdiki, bular keyinda chiqib ketadi degan shu ham xayollardan Xitoyni qandab bizning o'zimizni boshqarishni biz o'rgatib buni Xitoylarga buni tushuntirishimiz kerak. Shuningga biz bunga ishonchimiz komil, biz qilib baqqan qila olamiz. Bundan Yig'in jarayonida Xitoyda barliq kelish ehtimoli bo'lgan demokratiya muhiti va aloqador masalalar haqida kaskin bas-munozira hamda savol-javoblar bo'lib o'tdi. Yig'inga Xitoy masalalariga qiziquvchi mutaxassislar, jamoat arboblari va bir qism o'quvchilar qatnashdi. Muhtaram ko'rurman do'stlar, vaqtimiz birdan-dil to'shib qoldi. Ochil ekranimizning 13-dasturini mush yerda yapamiz. Samingizlarga soladiganim Ochil sizning, bizning, hammamizning. Ochilni ko'ring, qatnashing, hayotingizdagi xushallik minutlarni hammamiz bilan tang bahrilaning. Uning xushburug'i jahonga yayilsin. Aman bo'linglar. Xayrli kunlarda ko'rishaylik.